Assalomu alaykum hurmatli talabalar, tinglovchilar. Navbatdagi ma'ruzamiz uzluksiz tasodifiy miqdorlar, taqsimot funksiyasi va uning xossalariga bag'ishlanadi. Demak, mavzumizning rejalari quyidagicha. O'tgan gal biz diskret tasodifiy miqdorlar haqida to'xtalgan edik. Demak, uzluksiz tasodifiy miqdorlarga to'xtalib o'tamiz. Ta'rif: Xi omega sonli funksiyaga tasodifiy miqdor deyilar edi. Agarda ixtiyoriy haqiqiy son uchun nima xi kichik yoki teng x qiymatlarni mana bu demak sonli xarakteristikadagi qiymatlarni qabul qilsa, demak mana shu munosabat bajarilsa, demak bu berilgan ifoda nima deyilardi? Tasodifiy miqdor deyilardi. Endi barcha x lar uchun, haqiqiy sonlar uchun aniqlangan quyidagi funksiya berilgan bo'lsa, bu funksiya xi tasodifiy miqdorning taqsimot qonuni, ya'ni taqsimot funksiyasi deyiladi. Bu yerda fxi x bilan ham beriladi, ba'zi adabiyotlarda fx keladi. Demak, bu quyidagi ehtimollik bilan, ya'ni xdan x dan kichik yoki teng bo'lgan qiymatlarni qabul qiluvchi xi ning ehtimolligi bilan aniqlanadi. Xo'p, qanday demak xossalarga ega bu funksiya, tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasi qanday xossalarga ega? Birinchisi, bu kamaymaydigan funksiya, o'ngdan uzluksiz funksiya va plus cheksizda bu 1 ga intiladi va minus cheksizda bu 0 ga intiluvchi funksiya. Ixtiyoriy demak mana bu uchlik ehtimolliklar fazosida aniqlangan xi omega tasodifiy miqdor barcha biror bir intervalda uzluksiz qiymatlarni qabul qilganligi uchun uni nima deyilar ekan? Uzluksiz tasodifiy miqdor deb aytilar ekan. Demak, bu xossalar yana mana bu yerda takroriy kelyapti. X qanday qiymatlarni qabul qilishi ham bor. Funksiya demak sifatida bu 0 va 1 qiymatlarni qabul qiladi. Kamaymaydigan funksiya, chapdan va o'ngdan qiymatlari 1 ga va 0 ga intilishligi va AB oralig'ida tushish ehtimoli esa quyidagi formula bilan aniqlanar ekan. Masalan, misol kelyapti. O'yin soqqasi tashlanganda tushadigan ochkolar taqsimot funksiyasini topish so'ralyapti. Demak, tushadigan ochkolar 1 dan 6 gacha va ehtimolligi bir xil bo'lganligi uchun 1 taqsim 6. Endi biz taqsimot funksiyasini tuzamiz. Qanday tuziladi bu? Demak, fxi bu yerda p ehtimolli xi kichkina x qiymatlari olinadi. X dan kichik qiymatlarda 0, 1 va 2 oralig'ida demak birinchi qiymat, keyinchalik 2 va 3 oralig'ida demak ikkitasining yig'indisi va hokazo shu zaylda davom etib oxirgi qiymati x da 6 dan kichik qiymatda 1 ni qabul qiladi. Demak, odatda 0 dan 1 gacha qiymatlarni nima edi? Qabul qilar edi va o'rtadagi qiymatlari yig'indi ko'rinishda hisoblanyapti. Mana uning grafigi quyidagi bo'ladi, quyidagicha bo'ladi. Kamaymaydigan funksiya x minus cheksizga intilganda 0, plus cheksizga intilganda esa 1 dan oshmaydi, 1 qiymatni qabul qiladi. Navbatdagi tushuncha bu zichlik funksiyasi. Agar xi uzluksiz tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasi fxi differensiallanuvchi bo'lsa, u holda uning ehtimolligining zichlik funksiyasi deb quyidagi funksiyaga, demak o'sha taqsimot funksiyasidan olingan hosilasidan, ya'ni hosilasidan olingan, demak funksiyadan olingan hosilasi natijasi shu demak tasodifiy miqdorning zichlik funksiyasi deyiladi. Demak, taqsimot funksiyasidan olingan hosila bu zichlik funksiyasi ekan. Taqsimot funksiyasining zichlik funksiyasi demak boshlang'ichi bo'ladi, ya'ni teskarisi boshlang'ich funksiyasi bo'ladi. Geometrik jihatdan taqsimot funksiyasi demak mana quyidagicha bo'ladigan bo'lsa, uning fxi mana bu chegaralangan soha yuzasini ifodalagan bo'ladi. Zichlik funksiyasi demak hisoblaydigan bo'lsak, demak mana bu oraliqda qiymatlarni qabul qilishi mana formula bilan, 4-formula bilan aniqlanadi. Navbatdagi teorema bu qiymatlar minus cheksiz va plus cheksizda zichlik funksiyasining integrali demak 1 qiymatni qabul qilishi ko'rsatilyapti.
Va navbatdagi teoremada o'sha zichlik funksiyasining integrali bevosita nima taqsimot funksiyasiga tengligi ko'rsatilyapti. Newton Leibniz formulasi yordamida bu isbotlanadi. Zichlik funksiyasi quyidagi xossalarga ega. Demak, u nomanfiy, katta yoki teng 0, ikkinchisi minus cheksiz plus cheksizda bu 1. Kichkina f bu zichlik funksiyasi nazarda tuting va xni tasodifiy miqdorning biror bir ab oralig'ida tushishlik ehtimoli quyidagi aniq integral bilan hisoblanadi. Va agar sizga taqsimot funksiyasi kerak bo'lsa, taqsimot funksiyasi va tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasi va uning zichligi orasidagi munosabat quyidagi formula bilan aniqlanadi. Xo'p, masala kelyapti. Tasodifiy miqdor zichlik funksiyasi berilgan bo'lsin, a sonini aniqlang. Taqsimot funksiyasining ko'rinishini toping deyapti. Demak, birinchidan minus cheksiz plus cheksiz oralig'ida mana bu integral 1 ga tengligidan foydalanib, xossaga binoan a parametrining qiymatini topib olamiz. Natijada ikkinchi sharti esa, masalaning ikkinchi sharti bevosita minus cheksizdan xgacha bo'lgan integralni hisoblash bilan topiladi. Demak, bu amallar bajarilgan. Keyingi misolda zichlik funksiyasi o'zi ko'rinishi berilgan. Bu yerda ham a ni topish talab etilyapti. Boyagi xossadan foydalanamiz. Minus cheksiz plus cheksiz oralig'ida integral birligidan xosmas integralni integrallash orqali, demak, a ni qiymatni topamiz. Xo'p, keyingi masalalar berilgan. 0,1 segmentda tasodifiy nuqta tashlangan. Xi nuqtaning tushish koordinatasi so'ralyapti. Uni taqsimot funksiyasi va zichlik funksiyasini topish. 0 dan kichik qiymatlarda 0, 1 dan katta qiymatlarda 1, qolganda x bo'ladi, ya'ni qandaydir koordinata 0,1 oralig'ida qabul qiluvchi koordinata. Undan bevosita hosil olish orqali zichlik funksiyasini hosil qilamiz. Mana zichlik funksiyasi. Bu yerda uning grafiklari ko'rsatilgan, o'sha yuqorida aytilgan funksiyalarimizni. Endi sonlik xarakteristikasiga to'xtalamiz. Uzluksiz tasodifiy miqdorning sonlik xarakteristikalari xuddi diskret tasodifiy miqdorning sonlik xarakteristikalari singari bo'ladi, ya'ni matematik kutilma, dispersiya va o'rtacha kvadratik chetlanish so'raladi odatda. Matematik kutilma demak 5-formula bilan topiladi, ya'ni aniq integral xosmas integral orqali. Dispersiyasi quyidagi formula bilan aniqlanadi. Dispersiya uchun yana ham osonroq formulamiz bor. Bu 7 ko'rinishdagi qulayroq formula hisoblanadi. Mana shuni ishlatamiz. Matematik kutilma xossalari xuddi diskret tasodifiy miqdordagi matematik kutilmaning xossalari bilan aynan bir xil. Bu yerda demak tasodifiy miqdor uzluksizmi, diskretmi ahamiyati yo'q. Sonli xarakteristikalar bir xil xossalarga ega bo'ladi. Bu xossalarga diskret tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari paytida bayon qilganmiz. O'sha xossalar aynan takrorlangan. O'rtacha kvadratik chetlanish formulasi bor edi. Demak, bunda ham uzluksiz tasodifiy miqdorda ham xuddi shunday demak berilar ekan. Xo'p, ma'nosi nima? Dispersiya o'rtacha miqdor atrofida tarqalishini chiziqli o'lchovi. Ya'ni uning xossalari quyidagicha, u doim musbat 0 ga teng bo'ladi agar xi konstanta bo'lsa va songa ko'paygan miqdorning o'rtacha kvadratik chetlanishi demak quyidagi formula bilan aniqlanadi. Yuqoridagi masala uchun dispersiya va sonli xarakteristikalar so'ralgan. Mana matematik yuqoridagi masala qanaqa edi? 0,1 kesmada tasodifiy nuqta tashlangan edi. Xi nuqtaning koordinatasi edi. Biz zichlik funksiyasini topgan edik, taqsimot funksiyasini tuzgan edik. Endi bu yerda bevosita sonli xarakteristikalar topilyapti. Aniq integrallar yordamida bu bevosita oson hisoblanadi. Ma'ruzamiz shulardan iborat edi. Foydalangan adabiyotlar ro'yxati. E'tiborlaring uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.